Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Qatar poytaxti Doha shahrida 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati 2025 musobaqasi uchun qur'a tashlash marosimi o'tkazildi. Unda O'zbekiston U17 terma jamoasi o'z guruhini aniqlab oldi. Qur'a natijalariga ko'ra yurtdoshlarimiz J guruhiga tushdi. Bu yerda ularni Paragvay, Panama va Irlandiya kabi jiddiy raqiblar kutmoqda. Musobaqa oldidan O'zbekiston 2-savatchadan joy olgan. Bu esa jamoamizning so'nggi yillardagi yaxshi natijalari bilan bog'liq. Musobaqa 2025-yilning 3-noyabridan 27-noyabriga qadar Qatarda bo'lib o'tadi. Chempionatda jami 48 ta jamoa 12 ta guruhga ajratiladi. Har bir guruhdan birinchi va ikkinchi o'rin egalari, shuningdek, eng yaxshi natija qayd etgan 3 ta 3-o'rin jamoalari keyingi bosqichga yo'l oladi. Jahon chempionati 2025 qur'a natijalari: A guruhi Qatar, Italiya, Janubiy Afrika, Boliviya. B guruhi Yaponiya, Marokash, Yangi Kaledoniya, Portugaliya. C guruhi Senegal, Xorvatiya, Kosta-Rika, Birlashgan Arab Amirliklari. D guruhi Argentina, Belgiya, Tunis, Fiji. E guruhi Angliya, Venezuela, Gaiti, Misr. F guruhi Meksika, Janubiy Koreya, Cote d'Ivoire, Shvetsariya. G guruhi Germaniya, Kolumbiya, Shimoliy Koreya, Salvador. H guruhi Braziliya, Gonduras, Indoneziya, Zambiya. I guruhi AQSh, Burkina Faso, Tojikiston, Chexiya. J guruhi Paragvay, O'zbekiston, Panama, Irlandiya. K guruhi Fransiya, Chili, Kanada, Uganda. L guruhi Mali, Yangi Zelandiya, Avstriya, Saudiya Arabistoni. O'zbekiston terma jamoasi raqiblari Paragvay, Panama va Irlandiya kabi jamoalar texnika va jismoniy tayyorgarlik borasida ancha tajribali sanalib, O'zbekiston uchun jiddiy sinovga aylanishi mumkin. Biroq yurtdoshlarimiz so'nggi U17 musobaqasida o'z salohiyatini ko'rsatib ulgurgan. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi uchun bu chempionat katta imkoniyat bo'lishi mumkin. Qiyin raqiblar fonida tarkibimizning irodasi va mahorat darajasi sinovdan o'tadi. Musobaqagacha bir necha oy bor va murabbiylar shtabining to'g'ri tayyorgarligi muvaffaqiyat garovi bo'ladi. Muxlislar esa terma jamoamizning dunyo sahnasidagi navbatdagi harakatlarini sabrsizlik bilan kutmoqda.